Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videomiz Adin Expertdan ro'yxatdan o'tishni tushuntirib o'taman. Bu yerdan ro'yxatdan o'tishga o'tamiz. Mana bu yerda bir boshidan deyapti. Shu yerga o'tamiz. Bu yerda birinchisi mamlakat deyapti, O'zbekiston turibdi. Ikkinchisi valyuta deyapti, O'zbekiston so'mida turibdi. Uchinchisi bonus deyapti. Bu yerdan kazino game olsangiz bo'ladi bonus. Ikkalasiga futbolga. Mana bu yerga to'rtinchisiga promokod deyapti. Promokod degan joyiga mana xuddi shunday kiritasizlar. Mana bu yerda pastda keyin bu yerga птичка qo'yasizlar. Bu yerda barcha ma'lumot to'ldirib bo'lganlaringizdan keyin mana pastda ro'yxatdan o'tish sahifasiga o'tamiz. Bu yerda птичка belgilaymiz. Bu yerda avtomobilni tanlang deyapti. Bu yerda qayerda avtomobil ko'rsatilgan bo'lsa птичка qilib chiqamiz. Agar yana ko'rsatilsa yana mana tepada o'zi ko'rsatib qo'ygan nimani bosish kerakligini. Endi tasdiqlashni bosamiz. Agar yana tashlab ketish deyapti, tashlab ketish deganda mana buni bossangiz hammasi o'zi alohida nima chiqadi, mana shunaqa. Yana avtomobil deyapti. Mana do'stlar, akkauntga ham kirib oldik. Buni galereyangizga saqlab qo'ying. Agar akkauntingiz chiqib ketgudek bo'lsa, login bilan parol tersangiz o'z holiga qaytadi. Keyingisini bosamiz. Endi bu yerga menyuga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu tepada ID shaxsiy ma'lumotlar. Bu yerdan qalamchani ustiga bosamiz. Bu yerda mana shaxsiy ma'lumotlar deyapti. O'zingiz haqingizda barcha ma'lumotni to'ldirib chiqasizlar. Nima aytilgan bo'lsa barchasini. Pul kirgizish, pul chiqarishda muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda barchasini yozib chiqqanlaringizdan keyin птичкani bosamiz. Bosganlaringizdan keyin птичкani mana bu yerda o'zingizning ism familiyangiz chiqadi. Chiqib bo'lganlaringizdan keyin bemalol mana bu yerga o'tsangiz bo'ladi. Mana bu yerdan pul to'ldirish. Bu yerda mana pul to'ldirish, pastda esa mablag' chiqarish. Ikkalasi yonma-yon turibdi. Bemalol chiqarishingiz mumkin. Muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda futbolga tiksangiz ham bo'ladi. Qisqasini aytganda mana bu yerda sport o'yinlari, bu yerda kazino o'yinlari, bu yerda gamis o'yinlari. Barchasi ko'rsatilgan. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Hammaga rahmat do'stlar.